Bundan buyon daromad topish imkoniyati cheklangan va nogironligi bor shaxslar kambag'allar reyestrida bo'lmaydi. Ularni 100% qo'llab-quvvatlashni davlat zimmasiga oladi. Aklari 1-yanvardan teng imkon inklyuziv bandlik loyihasini joriy etib, nogironligi bo'lgan 40 ming odamni ishli qilsin. Har bir xonadonga kirib chiqasizlar. Har bir mahallaga bekorga ijtimoiy xodim bermaganman. Jamg'armasidan ularga 30 million so'mgacha foizsiz sud ajratishni yo'lga qo'ysin. Kambag'allikka qayta tushish xavfi mavjud oilalarga ijtimoiy yordam va imtiyozlar saqlab qolinadi. Bunday odamlarga 6 oy mobaynida moddiy yordam va bolalar nafaqasini to'lash davom ettiriladi. Bog'cha va to'garak xarajatini qoplash, davolanish orderi kabi 110 ta ijtimoiy xizmat va yordamdan 12 oy davomida qo'shimcha foydalanish imkoni beriladi. Bundan tashqari og'ir hayotiy vaziyat sababli kambag'allikka tushib qolishi xavfi yuqori bo'lgan oilalarni oldindan aniqlab, ularga manzilli yordam ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Buni Mirziyoyev va Shahnoza o'z nazoratiga olib, viloyat hokimlari bilan har oyda menga yozma hisobot bersin. Har bir odamni uyiga kirib borasizlar. Imkoniyati cheklangan va nogironligi bor shaxslar davlat ko'magida degan tizimni joriy qilasizlar. Assalomu alaykum. Mehribon xalqim. Janob Prezidentimiz Shavkat Miromonovich, viloyat hokimimiz Aziz Boboyev. Yana mana murojaat bilan chiqdim. Mana bolamning holati 5 yil bo'lyapti. Hurmatli janob Prezidentim Shavkat Miromonovich, siz qancha farmonlar, qarorlar imzolayapsiz. Reyestrda turgan oilalarni, og'ir bemori, nogironligi bor oilalarni har doim holidan xabar olib, hamma narsasini e'tibordan chetda qoldirmanglar deyapsiz. Nima sababdan men 2 oydan bir tuman hokimimiz Jamshid To'lqinovichga to'xtovsiz telefon qilaman. Krugliy sutka 24 soat band mastur hokimimiz. Xabar yozaman. Birortasiga javob qaytarmaydilar ham, telefonimni ko'tarmaydilar. Men kimman? Janob Prezidentimiz, men kimman? Men ham fuqaroman-ku, O'zbekiston fuqarosiman-ku. Bizani tumanimizda shunaqa holat bo'ladi. Svet o'chadi. Meni xonadonimga to'g'ri kollej liniya tushirib qo'yibdilar, panel qo'yib qo'yibdilar. Aholida to'kini ham ulangan. Lekin kollej liniya ikkitagina apparatdan boshqa hech narsani ko'tarmaydi. Nomiga qil ko'prik, ana bular sim bilan ulangan turibdi. Nima qilaman? Hamma narsa bor degan. Kechasi o'chgan vaqti panel ishlamaydi. Zaryad quyosh bor vaqt ishlaydi men panelim. Bilmadim nima sababdan. Qorong'ilikda ko'p ishlasa 1 soat, 1,5 soat ishlaydi, o'chadi. Kuni kecha uchotchiyimdan quflanib qoldi. Elektrositga ham bordim, hech kim hal qilib bera olmadi. To'xtovsiz telefon qilyapman tuman hokimiga, elektrosit boshlig'iga. Uyimda 5 soat svet o'chdi, 5 soat. Paneldagi ham o'chdi. Men nima qilishim kerak? Qayerga boray? Qayerga murojaat qilay? Meni aybim nima edi, janob prezidentim Shavkat Miromonovich? Siz obod mahalla xalq uchun shuncha sharoit yaratyapsiz. Men oddiy qishlog'imizni ko'chasini asfalt qilib bering. Bitta o'yingoh qilib bering.
avariyni stalbalarni tuzatib bering deganmi mani aybim? Men shuni O'zbekistonni Kattaqo'rg'onni sharmanda qilibmanman. Shundan biri menga qarshi tuman hokimimiz. Umuman meni murojaatimni umuman eshitmayaptilar. Hali qishloq ahli ham aytyapti, 43 yil bo'lgan, 40 yil bo'lgan asfalt bo'lgan edi. Men adashib 30 yil degan ekanman. Bizning qishlog'imiz 2021mi, 22mi o'pilama Rossiya davlatida bo'lganman. Obod mahallaga kiritilgan, yopilgan. Bitta transformator qo'yilgan, bilmayman nechtadir beton stalba olib kelingan. Obod mahalla shunaqa mahalla bo'ladimi? Buni ham mana haqiqatni gapirib chiqqanim uchun ham hali bilmadim nima kunlar boshimga tushadi, janob prezidentim. Men bir baramga yordam so'rayapman. Qimmat dorilari bor, mana. Tugagan bu dorisi mana. Men shu turishi 960 ming bo'lib ketibdi bu dorini. Haftaga 4 ta ichadim bundan. Men ayollar daftaridaman, reyestrdaman. Olaykonim balamga nafaqa olaman. 420 ming yordam puli olaman. Balamga qaraganim uchun 6 oy oylik chiqardi, uzildi u ham. Shunday og'ir bemorga o'sha nafaqa, o'sha pul yetadimi? To'g'ri, tuman shifokorlari yozilgan dorilari tuman shifoxonasidan berilyapti. Lekin janob prezidentimiz ferman dorilariga qiynalaman men, qimmat dorilarga. Chetdan mutaxassis kerak maslahatga. Bir kelib tekshirilmaydi. O'zlarining farzandlari bo'lsa shu holatda yotarmidi? Tuman hokimimiz Jamshid To'lqinovich Shahzodjonni kelgandan beri necha marta ko'rdingiz? Kelmasdan oldin Rossiya davlatidan nima deb va'da beruvdingiz? Yurtimiz rahbari, bizani ham yurtimizda shunaqa kuchli professorlar bor, chet davlatdan professorlar kelyapti. Bilim almashib o'rganilyapti deganda aytgandingiz. Men Shahzodjonni tashlab qo'ymayman. Kerakli joyga kerakli mutaxassislik ko'rsataman deb va'da beruvdingiz-ku. Endi nima qilyapsiz? Tuman hokimimiz Jamshid To'lqinovich. Nima siz prezidentga xalqqa xiyonat qilmayapsizmi? Nima sababdan men telefonimni ko'tarmayapsiz? Nima sababdan men murojaatimni eshitmayapsiz? Nima sababdan men balamdan xabar olmayapsiz? Alloh ko'rib turibdiki, o'zingizning o'g'lingiz 29 yoshli farzandingiz o'g'lingiz ko'zingizning oldida bir karvot bo'lib yashash uchun intilib yotsa, tomoshabin bo'lib o'tirardingizmi? Yo'q, o'tirmardingiz. Prezidentimiz chiqargan vakolatlarni hammasini to'la to'kis olib kelardingiz. Qarindoshingiz bo'lganda ham shunday qilardingiz. Men oddiy xalqligimman. Prezidentimning gapiga, Saida Mirziyoyevning gapiga intilib haqiqatni ko'tarib chiqqanman. Ko'chalarni asfalt qilish uchun kelindi. Yarim ko'chamizni qilib berdilar 4,5 metr. Ko'chani yarimini yamab ketdilar 40 yil oldin qilingan asfaltni. Turibdi menda videolari. Xalq chiqib doddi-da, yo'q asfalt qilib beringlar. Yonidan gitday qo'shib beringlar, asfaltimiz qisqarib 2 metr bo'lib qolgan. Bu 40 yil bo'lyapti dedi. Hech kim quloq solmadi. Men xalqning dardini ko'p bloger emasman. Men shu balam uchun internetga prezidentimga murojaatim yetib bor, balam sog'ayishi uchun qiynalib, sarg'ayib qiynalib ketganim uchun internetga chiqib kanal ochib video murojaat bilan chiqaman. Shu video murojaatimni ko'rib, yaxshi insonlar karta raqam qo'ying deb balamga osma ko'pga yordam berganlar. Xalq qachongacha prezidentim chiqarayotgan farmonlariga gadoydek yolinib, yolvorib, yana dushmanga aylanadi, xalq dushmaniga aylantirishga harakat qilasizlar. Tanzila Norboyeva kelganda, hokimiyatga Tanzila Norboyeva keldi deb eshitib, men u uchun bormadim. Lekin menga aytdilar, meni o'tirgan joyimgacha metkaga olib, orqamdan odam qo'yib, nima qilmoqchi edinglar? Nima uchun haligacha jim-jim men prokuraturaga yozib berdim, jim bo'lib yopilib ketdi. Meni hayotimni xavfsizligini kim ta'minlaydi, janob prezidentim? Sizga murojaat qilganim uchun meni yo'q qilish kerakmi? Nima qilish kerak? Nima qilmoqchilar? Men qo'rqyapman ko'chaga yolg'iz chiqqan. Hokimiyat binosiga borgani qo'rqaman. Davlat binolariga borgani qo'rqib qoldim. Chunki o'zimdan emas. Men o'zim jonimdan to'yganman, faqat tanam yuribdi, ichim tuga bo'ldi. Chunki 23 yoshli balamni qabrga yolg'iz qo'yib kelgan onaman. Bir balamni ustida 5 yildan bir kurashyapman. Meni prezidentim murojaatimni eshitmaguncha murojaat qilaman. To'xtamay murojaat qilaman.
Aziz Boboyev, yana bir bor keling, bor haqiqatni aytaman. Keluvdiz 31-dekabrda. Sizga aytmasligimni va'da beruvdilar. Hamma aytganingizni qilamiz. Parni qilib beramiz. Siz reyestrdasiz dedi. Parniga mayli sharoitsiz parni shunday 4 ta temir tikal usti kilonga yopilgan. Har taraflama yordam beramiz sizga deganlar. Subsidiya beramiz. O'qilam hammasi hech qaysi bo'lmadi. Men davlatdan olayotganim balamga pensiya olaman. 420 ming davlat yordam puli olaman. Bo'ldi. 6 oy balamga qaraga uchun pul berildi. Boshqa men hech qanaqa davlatdan boshqa pul olmayman. Dori darmonini ham men 1 yil bermadilar. Endi beryaptilar, lekin bergan bilan taxmin, tavakkal, dori darmon bir joyga foyda, bir joyga ziyon-ku. Firma dorilarni hech kim olib bera olmaydi menga. Mana. 960 ming, 1 million degan. Haftaga 4 millionlik sirop kerak menga. Bir haftada. 4 hafta bo'layotgan bo'lsa qancha bo'ladi? 16 million bo'ladi. Men qayerdan topaman? Erim hech joyda ishlamaydilar. Erimni ham pensiyaga chiqsa 2-guruh nogironi chiqarmadilar lekin. Chiqarmadilar. Chiqara olmadim. Pul kerak bo'lgan bilmadim. Nima sababdan chiqara olmadim? Bitta o'g'lim yoshlar o'sha ham 20 ga kiryapti. Hech joyga ishga ham joylamadilar. Yordam beramiz, hech qanaqa yordam ham bermadi balamga. Balam hech joyga chiqa olmay, to'g'ri. O'g'limga qarashadi. Men sog'ligimdan ayrildim. Meni yuragim charchab qoldi. Yuragingiz charchadi deyapti doktorlar. Qancha umrim bor Allohga ayon. Menga yordam beringlar. Prezidentimga murojaatim yetib borsin. Aziz Boboyevga yetib borsin. Aziz Boboyev keling yana bir. Faqat o'ziz keling. Yordamchilar emas, faqat o'ziz keling Aziz Boboyev. Nazorat qilaman, tashlab qo'ymayman, yana kelaman degdi. Keling, bor haqiqatni o'zizga yuzma-yuz aytaman. Agar siz shu viloyat hokimi bo'lsangiz, men boshqa bardosh qilmayman, bardoshim yetmaydi. Qachongacha yotadi bolam, qachongacha? Shlinkasidagi yirtilib ketgan terilar. Ko'zlarim o'ltirib gapirishga, yashashga harakat qilyapti. Qachon yurtimni rahbari shuncha sochi oqarib, jon kuydirib, xalq uchun chiqarayotgan farmonlar qachon yetib keladi? Nima uchun tuman hokimi kelib xabar olmaydi? Nima uchun kelib yo telefonimni ko'tarmaydi, vaqt topib, nima uchun murojaatimni eshitmaydi? Shunchalar tuman hokimi prezidentdan ham katta insonmi? Allohdan qo'rqmaydimi? O'zini o'g'li shu holatda yotsa chidaydimi? bezovtalanyapti-da, qayerdir og'rib bezovtalanyapti. Shunaqa tishlarini g'ijirlatib, hatto qayt qilish darajasiga kelyapti, yig'layapti, angrayapti. Qayeri og'riyapti bilmayapman-da. Shunga barcha doktorlarni jalb qilib yordam bering, qayerlarini topib yordam bersinlar. Qayeri bezovta bo'layotgan bilolmayapman-da mana.